Avvalambor assalomu alaykum. Bizni kanalimizni kuzatib borayotgan aziz obunachilar. Sizlarga shuncha vaqtdan beri aytayapman, inkubatorim tayyor bo'lib qoldi. Mana shu inkubatorimiz kichkina sandig'imni yasaganman. Buning uchun sizlarga kerak bo'ladi, bitta 12 volt adapter kerak bo'ladi, 12 voltlik tizim. Bu kerak bo'ladi. Oddiy 220 volt kerak bo'ladi. Bu suv quyadigan bachokchalari. Bu yerdagi narsalarni kelsak, gigrometr. Namligi ham muhim. Termoregulyatorimiz ichimda ko'rinishda termoregulyator datchik. Bu gigrometr datchigi. Mana bu yerda knopkalar qo'yib qo'yganmiz. Mana yonadi tuxumlarni ichkaridan ko'rish uchun. Mana ikkinchisi termostat. Termostatimiz yonib harorat ko'rsatib turadi. Kuller ichkarida havoni aylantirib turadi. Xullas qilib buni ham yoqamiz. Lampani xavfsizlik uchun mana buni ham yoqsak, mana ichi shunday, ularga suv quyiladi. Bo'chachani og'zini ochamiz. Bunday qilib ochib, suv quyib qo'ysak, shlanglar orqali ichkariga suv kirib boradi. Oson bo'ladi hammasi. Bas mana shu sizlarga aytgan inkubatorim. Agar sizlarga ulanish sxemalari qanday qilish kerak, nima qilsa yaxshi bo'ladi, kerak bo'ladigan bo'lsa kanalimizga obuna bo'lib, like bosishni unutmanglar. Hozir men termoregulyatorimizni tekshiramiz og'zini yopib. Mana 32 chiqdi. Sozlamalarga keladigan bo'lsak, sozlamalarni ham o'rgatib qo'yaman. Mana bitta set tugmasini bitta bosasizlar. 37.6 ko'rinib turgan harorat yozga. Agar qishga bo'ladigan bo'lsa, bunday bosib 37.8 qilib qo'yasizlarda. Miyasiga qolish uchun yana bitta set tugmasini bosib yuborasizlar. Farqiga keladigan bo'lsak, set islar kerak bo'ladigan narsa yana set tugmasini bosib, punulga bitta bosasizlar. Bu xod isitish, kod sovutish, inkubatorga isitish kerak bo'lgani uchun isitishni qo'yamiz. Yana bitta bosib turamiz. P1 sozlamasiga kirib farqni ko'rsatamiz. O'sha 37.6 dan 0.3 gradus tushganda lampochka yonadi. Sozlamalarni shunday qilib qo'yganmiz. Agar mana ularning sxemalari kimga qiziq bo'lsa, obuna bo'lsalaring, like bossalaring, bu obzorning ikkinchi qismini ham chiqaraman, qanday qilib ulash. Hammasini ko'rsatib chiqaman bitta-bitta. Agar sizlar obuna bo'lib, like bosib qo'llab tursalaring, mana shu inkubatorimizga tajriba sifatida mana shu yerga bir 5-6 ta tuxum qo'yib sinab ko'ramiz. Ochib chiqarmikan, yo'qmikan? Natijasi kimga qiziq bo'lsa, obuna bo'linglar. Keyingi videolarga bu inkubatorimizga nima ulanishlarini, nima ketishlarini, qancha narx ketishini aytib o'taman. Undan keyingi videomizga inkubatorimizga tuxum qo'yib sinaymiz. Agar hammasi a'lo chiqsa, keyingi safarga to'liq tuxum qo'yamiz. Bunga 19 ta tuxum sig'adi, to'liq. Bunda любой narsa oshirsa bo'ladi. Mana kullerimiz ham ishlayapti, lampochka, svidishlar mana. Ammo falgazoid qo'yganmiz ana. Issiqlikni qaytarib, issiqlik ko'proq turish uchun. Bu o'zi shunaqa havo aylanishi qilib turadi tepasi. Mana 37.6 ga chiqqanda o'chdi mana. Mana yerdagi svechchasi ham o'chadi. Yozda qo'ygan sababi harorat 37.7-37.8 gacha ko'tarilib ketishi mumkin. O'shaning uchun haroratni 37.6 qilgan yaxshi. Mana ko'ryapsizlar, harorat o'ynayapti. Hozir tushgandan keyin yoqishni ko'rsaman. Bunday ochamiz inkubatorimizni. Hozir harorat tushadi avtomatik. Ko'ramiz. Mana yoqdi. O'zi mana shunaqa qilib yoqib ishlab berib turaveradi. Xudo xohlasa inkubatorimiz ishonchli chiqdi. Kimga qolgan qismlari qiziq bo'lsa, obuna bo'lib like bosinglar. Qolgan qismlarini nima qilishlarini albatta chiqaraman.